Assalomu alaykum yaxshilar. Hamma biladigan o'sha Buxoro G'ijduvon Gajdumakdagi Amon aka fermalariga kirib kelgan otlarni bugun batafsil sizlarga ko'rsatib boraman. 13 bosh moda otlarimiz bor, qolganlari 35 bosh. Ana bunaqa ertaga otlar. Bera to'yi bor. Ana bu misol narxini aytib o'tib ketay. 2 yoshar, 3 yoshar bo'lgan to'yimiz 14 million so'm aytilishi. Yana birini o'tib beramiz. Ana bular 18 million kattaroq. Ana bular to'ylar, 3 yoshar bo'lgan to'ylar. Bular ham kelajagi bu xudo xolasa minadigan bo'lsangiz, minadiganlik ham bo'ladi. Yuvosh otlar. Ana bular 18 million deyapmiz. Qaysi 17 million, 16 million kelib bemalol savdolashib o'tadilar bo'ladi. Ana bu oqlari bor. Keyin bir narsani aytib o'tay, bular 90%, 85%, 90% miniladigan otlar. To'ylardan boshqa hammasi minib yurilgan, o'rgatilgan. O'ngga chapga qaytishi, yurishi hamma narsasi biladi. Yana yugan tashlamaslikni ko'rsatib beraman. Ana bu oq otlarimiz bu. Bularning bo'yi gideta 1.50-1.55 atrofga chiqadi. Bemalol yosh bo'ladi, mindirsangiz ham bo'ladi ba'zilariga. Yoshlari ko'p. Kundalik yeb ichishlari beda beramiz, 2 mahal kepak beramiz. 10 kun parvarishlanadigan. Ha, bular kirib kelganiga bir 10 kun bo'lib, 10 kun parvarishladik. Bitta saman bu, hamma qarabayarlari bu. Yaxshi otlar ko'p. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Telefon nomerlarimiz 90lik 613 57 77 512 65 00 ekranga ham yozib qoldirilgan. Mana bu. Ana shu ham bo'lsa 7 yoshlar ekanda. Ha. Ishini qarasini ko'ryapsizlarmi? Ishini qarasini qarang. 6 yosh, 7 yoshda bu. Yugani beqan. Bu otlarni men biroma tugalamagan, sizlar uchun qilib ko'rsataman. Bemalol indirsa ham indamaydi, xudo xolasa. Vaqtimiz ketdi, yetibga. Kesalardan ana har bittasini minib ko'rib, haydab ko'rib, o'zlariga yoqqan narsalar bo'ladi. Buni qani, xudo xolasa bismillah de. Mana. Indamaydi, yaxshigina ot chekkan bu. Yuganchani tashlaysiz. Ketaman ko'p kerak, cho'paman deyapti-da bu. Lekin arq ot chekkan, bir enkayib bemalol takani ko'tarsa bo'ladi. Yo'q, bismillah. Anaqa variantlarimiz bor. Kelaverasizlar, qolganini joyiga batafsil zakoni bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvaga qiziqqan, ot so'ragan, mol so'ragan akalarga, chorvachilarga, otchilarga yuboringlar videoni. Moda otlarimizni ko'rsatib o'taman, 13 bosh. Bularni bittasi faqat yo'lga azob yegandan bacha tashab qolib to'y. Qolganlari 95% bo'g'iz bo'lish kerak, xudo xolasa. Mana qarab, ko'rib turganlaringizda qorni qaranglar. Bu ham bir kami 7 oylik, 8 oylik bo'g'iz bo'lish kerak. Yuvosh otlar chiqib. Qarabayir ham bu. Bo'ylari 1.50-1.55 chiqadigan. To'ylari ham bu 6-7 yosharlik. Baytallari ham bu. Mana shu otchalar. Xudo xolasa bemalol kelib o'tiradi. To'ldirib foydalansalar bo'ladi.